o'sha internetda shov-shuvga aylanayotgan Darknet saytiga kirib ko'ramiz va qanaqamiz xuddi internetda tarqalayotgandek sayt bilan bizada qanaqadir dahshatli, qo'rqinchli voqealar sodir bo'ladimi yo'qmi? Buni ham video davomida tekshiramiz. Xo'sh bo'lsam, birinchi bo'lib Chrome saytiga kirib olamiz. Sayt ichidan Darknet saytini qidirib ko'ramiz. Hop, Darknet. Buni men internetda ko'rganimda juda ham strashniy va juda ham haddan ziyod aqli sig'dira olmaydigan darajada qo'rqinchli bo'lib, strashniy bo'lib tarqadi va hozir bu narsa haqiqatmi yoki fake? Buni mana shu videoda aniqlaymiz. Hop, Darknet. Darknetga kirdik. Darknet Wikipedia degani bor ekan. Ya'ni bu Darknet menimcha Darknet haqida ma'lumotlar. Endi mana shu narsaga qiziqdim, men bilib chiqamiz. Ozgina bo'lsa ham Darknet haqida qatdan paydo bo'lgan va nima bo'lgan, ozgina bo'lsa ham ma'lumot olamiz Darknet haqida birinchi saytiga kirib ko'rishdan oldin. Hop, o'zbekcha o'g'ri oldik, bu yoqda ruscha yozilgan ekan. Sizlarga tushuntirishimda cho'ys osonroq bo'ladi. Hop, Darknet bu